Assalomu alaykum do'stlar, YouTube foydalanuvchilari. Hozirgi zamonaviy high-tech fasonda qurilayotgan uylarimiz uchun maxsus tayyorlangan nержавейка stol-stullarimizni ustagamiz bilan qisqacha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying, like bosib bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa kanalimizda barcha turdagi mebellarimiz mavjud. Siz kanalimiz orqali manfaatga ega bo'lsangiz, biz uchun juda ham yaxshi bo'ladi. Biz yana ham xursand bo'lamiz. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiringlar. Xudo xolasa biz boshlaymiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Yana bir bor charchamasizmi? Xo'p. Ma'zza tushuntirib o'taman. Andijon viloyati mebel markazidamiz. Ustakamizni 72-do'kondan topishingiz mumkin. Aka, hozirgi high-tech fasoniga qilinayotgan ishlarimizdan ma'lumotini akalarimiz berib o'tsin. Obunachilarimiz. High-tech dizayn ishlarimiz pastki qismi Turkiyadan kelyapti. Nержавейка mahsuloti. Nержавейка Tepasi mahsuloti. panelkadan bo'ladi. Machalka materiallari 22+30 Turkiya materiallaridan foydalanyapmiz. Moshi har qanaqa holatda chidamli. O'tirganingizda ancha orqaga suyantirib ishlangan, udobstvolari, qulayliklari. Stollari ham ko'rsanglar bo'ladi. Machalkasi 22+30. Stollari akril, MDF laminat har xil mahsulotlardan foydalanyapmiz. Mana shu ustida akrildan ishlangan, yiqitganinglarda xon taxta ham bo'lib ishlaveradi. Xudo xolasa chidamli. Bunga ancha chidamli narsa. Oshxona kuniy mahsulotlardan foydalanadi-yu. Bu machalkamiz necha santimetr? Machalkamiz 8 cm 22+30. 8 santimetr. Xudo xolasa garantiyalarimiz bor. Garantiya bor. Xo'p, shu ko'rinishimizni narx-navolari qanaqa bo'ladi? Bu mahsulotni $1400 deyapmiz. Sizlarning obunachilar uchun buni $1200 qilib beramiz. Xo'p, juda ham zo'r. Dastavkalarimiz? Dastavka Andijon shahri bo'yicha tekin. Andijon shahri bo'yicha besplatniy, qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda chiqsa beraveramiz. Kelishilgan holatda. Xo'p, xonamiz razmeri 320 ga 120. Keyin usti akrildan ishlangan, pastlarida sargi ham berilgan. Bu ancha-muncha yukni ham ko'taradi. Misol ustiga og'ir idish tovoqlar qo'yganda ham o'rtasidan belerib sinib ketmaydi. Sinib ketmaydi, garantiyasi bor. Bu tomonlama garantiyalari bor. Xo'p. Oyoqlari MDFdan ishlangan, krashinni qilib, ustiga moslangan, akrilli laklar sepilgan. Juda ham zo'r. Oyog'ini xohlagan fasonda qilib bera olasizlar. Xohlagan fasonda qilib beraveramiz. Smala desanglar, smala, high-tech dizayn desanglar, bunga ham yuraveramiz. Zo'r, juda ham zo'r. Xo'p. Bu katta ishlarimiz qanaqadan bo'lyapti? Buni ham narxi $1300. Bu Barsa modelimiz, ko'rsanglar bo'ladi. Orqasi primer qilib ishlangan, orqaga ancha suyangan. Bo'ylari ham ancha katta ekan. High-tech dizaynda. Ko'rsanglar bo'ladi. Materiallari 3D. Xon oyoqlari ham chiroyli. Smaladan foydalanganmiz, doshkasida. Ancha high-tech dizaynga moslab qo'yganmiz. Bu ham 22 plotni. Machalkalari 22 plotdan foydalanamiz doim. Uzoqroq xizmat qiladi, chidamli bo'ladi. Orqasidagi bu nimaga qo'yiladi? Hammaga qiziq bo'lsa kerak menimcha. Bu stulda ko'targanda, tortganda qulayroq bo'ladi. Mana shuni misol qo'lingizdan tortsangiz osonroq bo'ladi, ko'targani qulay. Boshqa modellar ham bor, tepalarda ko'rsanglar bo'ladi. Mana assortimentlar. Juda ham zo'r. Garantiyalarimiz bor. Nazokat, lyuks. Xo'p. Bunimizni materiali, rangi o'zgarsa, pul o'zgarmaydi. Agar materialni qimmatroq materiallardan tanlashadigan bo'lsa, ashin narxi qo'shiladi xolos. Atak unaqa katta raznica bo'lmaydi. Keyin mana kombinatsiya ishlarimiz bor. Buni ham ko'rsanglar bo'ladi. Orqasi qora, oldi oq qilib, misol uylarning dizayniga moslab ham qilib beraveramiz. Sifatlari, pardalariga, aboylariga bemalol moslab chiqarib bersa bo'laveradi. Rangiga, pardasiga, gilamiga moslab hamma tomonlama kombinatsiya qilib beraveramiz. Rasvetkalarimiz bor ekan. Assortimentlar ham bor, materiallarda tanlasanglar bo'laveradi. Juda ham zo'r. Xohlagan turda tagi temirni ham almashtirsa bo'laveradi. Har xil dizaynlarda bor. Metallari ham. Keyin lyuks modelimiz bor, keyin orqadan ko'rganingizda ham sportniy mashinasi zinasini eslataveradi, spinkalari. Ko'rsanglar bo'ladi buni ham. To'g'ri. Juda ham zo'r. O'tirganingizda uje udobstvo ancha zo'rda, quchoqlaydi simon spinkalari ham. Juda ham zo'r ekan. Orqasi ham machalka ekan. Orqasi ham parallel ko'rsanglar bo'ladi, ancha bo'rtib turib, chiroyli qilib ishlangan. Juda ham zo'r. Sifati xudo xolasa behijolat. Material machalkalar eng yaxshilardan foydalanamiz. Bundan ham yaxshisini qo'yib ber desanglar, kelishaveramiz. Kelishimni oladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, ustakamiz o'zi bemalol aloqaga chiqib, xohlagan turdagi stol-stullarda yoki bo'lmasam nержавейка stollarda
rasmlarini, o'zida borlarini, misol o'ziga yoqqanlarini Telegram orqali Bu tashlasa, Telegram orqali tashlab tashlaveramiz. beraverasizlar. Shunga qarab kelishaveramiz. Kelishaverasizlar. Juda ham yaxshi. Bu yoqda ham yana bitta ishimiz bor, ko'rsanglar bo'ladi. Kombinatsiya ishlarimiz yoki high-tech dizaynda ishlangan ishlarimiz. Bu ham mana smartnoshkadan foydalanganmiz. Usti MDF laminatdan. Xo'p. Bu ham shu narginga o'xshashib ketadi. Rangi boshqacha xolos. Rangi boshqacha. Bo'y basti bir xil. Har xil dizaynda bor. Juda ham zo'r. Bu yoqda ham mana ikkita xil ishimiz turibdi. Buni ham ko'rib qo'ysanglar bo'ladi. Dasturxonlari ham bor ekan. Dasturxon alohida. Unisi alohida. Kelishilgan holatda u 320, 275 o'ziga moslab qilib berilyapti u. Qilib beriladi. U alohida narx qancha bo'ladi uni? Uni narxi 250 ming so'm, 300 ming so'm. Eng razmeriga qarab. Optim chiqayotgan narxi. Optim chiqayotgan narxi. Yana kombinatsiya qilib ishlangan mana. Oq-qora qilib, oldiga 3D material qo'yganmiz. Chiroyli qilib ishlangan. Uy kichikroq odamlarga stolini 275 lik qilib qo'yganmiz. Misol 4,5 metrli uylarga ham tushiradigan narsa. Tushiradigan narsa. Uy kattaroq bo'lsa, kattaroq qilib ishlab beraveramiz. Juda ham zo'r. Yo'qdi. Xohlagan rasvetkangizda bor ekan mana. Andijon shahri bo'yicha dastlabki tekin, xudo xolasa. Andijon shahri bo'yicha dastlabkamiz bor ekan. Xo'p, buni ko'rib o'tdik. Bu adashmasam simala bo'lsa kerak, bu epoksi simaladan ishlangan, ko'rsanglar bo'ladi buni ham. 100% simala. Shuni maqtashyapti. Mashina tepalab ketsa ham hech narsa bo'lmaydi. Mashinada ezib o'tib ketsa ham chidamli narsa ancha. Sinmaydi, o'zgarmaydi. 10 yildan oshiq xizmat qiladi. Agar yaxshi xizmat qilsa, yaxshi ishlasa. Aytaverasizlar, chiroyli qilib beramiz. Xo'p, bunimiz qancha? Buni bahosi 12 million so'm deyapmiz. Kamini qilib beramiz hozirroq. Kelishtirib, shahar ichi bo'yicha dastlabki tekin. Oldilari chester ekan. Machalkalarimiz machalkasi 22 kilo ishlangan, tepasi 19 santimetri. Santimetr 10 santimetr. 10 santimetr. Turetskiy material, Turetskiy material qo'yilgan. Xo'p, oyoqlari simaladan ekan. Xonobeti 100% MDF dan. Agar xohlasa akvariumlik kerak menga desa, unday qilib beramiz. Uni ham qilib beraveramiz. Oynali qilib ber desa, behijolat bu tomonlama. Natijadan qilib beraverasizlar. Qilib beraveramiz. Juda ham yaxshi. Mana ko'rsatib qo'yasizlar. Bunimiz nima bu? Simalami bu, yong'oqmi bu? Bu yong'oqdan ishlangan varianti. Orqaga zo'r simala holatiga olib kelib qo'ysizlar buni. Nihoyatda bejirim qilib ishlangan. Kraskalari mashinaning kraskasidan? Avtokraska urilgan. Avtokraskadan foydalanasiz. Ustidan sepilgan. Machalkasi 22 kilo ishlangan. Materiallari Turkiya. O'yilganlarni ko'rsanglar bo'ladi. Orqadan ham xuddi shu videoda berib turadi. Orqa oldi kombinatsiya qilingan. Orqasi ham, oldi ham bir xil. Uyda orqa tarafdan kirganda ham chiroyli ko'rinadi. Xonni oyoqlari ham boshqacha niyat ishlaydi. Smalani kattarog'idan ishlaganmiz. Usti oynali qilib ishlangan. Juda ham zo'r. Xonni bo'yi nechi bo'ladi shunda? Buniki sal balandroq ishlangan. 80-90 mikin shunaqa chiqqan buni balandligi. Sababi mana noshka o'zi komfortliroq chiqqanda, stulda ham e'tibor bersangiz nimalardan bo'y balandroq-ku. Komfortliroq, misolali tamom qilganda ham misol engishib qolmaydi odam. U tomonlama ham qisqartirib, misol, balandlatib, pastlatib, uyga moslab qilib beraveramiz. Qilib beraverasizlar. Kim qanaqa komfort xohlasa, qo'limizdan keladi, xudo xolasa. Rasvetkalarimiz bor ekan. Materialni assortimentlari bor. Bu hammasi turetskiy? Hammasi Turkiya matolari. Juda ham zo'r. Xohlagan materiallarda bemalol ishlab chiqarib beraverar ekan. Agar misol uchun oq kerak menga, levsdan, sariqdan ishlab berasizlar. Tilladan deydigan bo'lsa, narxlarimiz narxi bir xil bo'ladi. Narxini buni hozir 2000 dollar deyapmiz. Kamini qilib beramiz. Kelishilgan holatda, misol material markasiga qarab o'zgaradi. Misol, mana unisi menga unaqa o'yma kerak emas desa, oddiyroq bo'lsa narxi tushadi. Misol, materialda ham xuddi shunaqa holat. Yana ham qimmatrog'ini xohlasa narxi o'zgaradi. Atak shu holatda bo'lsa narxi shunday qoladi. Buni 18 million so'mga qilib beramiz. Bo'lishi 18 million so'mga chiqarib beramiz. Juda ham zo'r. Xonni chekkasidagi gullari ham boshqacha ham ishlaydi. Xo'p, arzonroq ishlarimizdan bormi? Misol uchun yong'oqdan bo'lgan. Arzonroq ishlarimiz mana bor, ko'rsanglar bo'ladi buni ham. Bu Monika ishimiz, 100% yong'oqdanmi bu? 100% yong'oq, materiallari Turkiya matosidan foydalanganmiz, ko'rsanglar bo'ladi buni ham. Bu 4 sm qo'yganmiz bu yerga? Bu 4 sm machalga qo'yilgan ichiga. Juda ham zo'r. 4 sm. Noshkalari ham xon taxta qilib bekitsangiz ham bo'ladi. Xonlarini bo'y pasayib xon taxta bo'lib ham ishlaveradi. MDF dan bo'lgan. MDF laminat 100%.
Juda ham zo'r. Materiallarni misol uchun arzonroq, misol attachento material qo'yib berasan desa, narxlar qanaqa bo'ladi? Narxlari arzonlaydi. Attachento material qo'yib beradigan bo'lsak, 7 million so'mga chiqadi. Bu holatda 8 million so'mga sotyapmiz buni. Aha, 7 million so'mga xon taxta varianti bilan chiqarib bersak bo'ladi ekan demak. Orqalari pardali bo'ladi. Orqalarini xohlasanglar pardali qilib beramiz. Uylarga moslab pardalaringlarga. Aha, chiqarib beraveramiz. Xo'p, narxlar o'zgarmaydi? Narxlari Rangi o'zgarsa? Yo'q, rangi o'zgarsa o'zgarmaydi narxi. Mana shunday qoladi. Materialiga kelishildi. Ha, materialga kelishamiz. Juda ham zo'r. Bu yerda hammamizga tanish bo'lgan o'sha mashhur smalamizdan bor ekan. Buni ham materiallar turetskiy. Buni Turkiya. Xonlari akvarium. Buni ham. Juda ham zo'r. Issiq narsa qo'ysa ham xudo xohlasa ish bitmaydi. Ha, xudo xohlasa MDF laminat ustiga akrilik vilaklar sepganmiz. Chidamliroq bo'ladi. Suvga chidamli. Orqalari roshkali ekan. Menga misol uchun popuk yilib berasan deydigan bo'lsa, uni ham uni ham qo'limizdan keladi, xudo xohlasa. Moslab iloji boricha yoqadigan qilib beraveramiz. Xo'p, bularimiz qancha chiqyapti? Xo'p, buni bahosi 15 million so'm qilib berdik buni. 15 million so'm qilib berdik. Siz obunachilar uchun yana skidka qilib beramiz ozroq. Aha, o'tib beradigan varianti bor. O'tib beradigan xuddi bor, xudo xohlasa. Juda ham zo'r. O'zingizda qanaqadir savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiring. Like tugmasini bosib qo'ying, obuna tugmasini bosib qo'ying. Barcha turdagi mebellarimiz mana shu kanaldan topishingiz mumkin. Bizni nomimizdan chiqsangiz, xohlagan turdagi mebellaringizga skidka bor, xudo xolasa. Xo'p, ishlab chiqarish seximizni yana bir bor aytib o'taylik. Ishlab chiqarish seximiz Ayrilishda. Andijon viloyati Ayrilishda. Aha. Juda ham zo'r. Bemalol mana shu nomerlarga aloqaga chiqinglar. Ustakamiz o'zi bemalol lokatsiyalar orqali keladigan bo'lsa, tashlab berishi mumkin. Olib sotoqlarga ham kelishilgan holatda qo'yib beraverasizlar. Behijolat. Olib sotaman deydigan odamlar bilan ham kelishaveramiz. Juda ham zo'r. Xo'p. Ma'lumotlarimiz yetarli bo'ldi degan umiddamiz. Qolgan ma'lumotlarni aytib o'tganimizdek nomerlar qoldiramiz. Ustakamiz bilan o'z bilan gaplashib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Rahmat hammaga.